Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Sardor bo'ldi. Ya'ni Sardor Minecraft. Va men sizlarga 20 ta obunachiga yetgan paytda one block qilishga va'da bergandim. Buni qildim ham. Ha mayli. Bu masalani keyinroq hal qilamiz. Hozircha esa mana bu yerlar bilan sizlarni tanishtirsam. Xo'sh, bu yer meni eskigina kartam. Buning ichida hech nima yo'q, bu shunchaki ko'rkamlashtirish uchun. Bu yerda esa ko'rib turganingizdek yaxshigina kuchaytirilgan 25-darajada kuchaytirilgan kitob javon xatli. Mana bu yerda bir ikkita narsalar. Bularni ko'rmanglar. Bularni bir ikkitalar kreativda olingan zaruriy holatlarda. Bir ikkitalar. Mana bu narsani nima qilishini hattoki bilmayman ham. Mana bu narsani. Shuning uchun ham kreativdan har ehtimolga qarshi olib qo'yganman. Ketdik, lavali ko'prik. Bu yog'ini ruxsatingiz bilan keyinroq. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek 3-darajada, yo'q 2-darajadagi, 3-darajadagi piramida, 3 darajasi ham uchla narsadan. Bu yerda esa qishloqlar. Har bir bazada qishlog'i bo'lmasa, bu baza emas, deydi Sardor, ya'ni o'zim. Do'stlar, men FK Mobile yuklab oldim va bu FK Mobile'da bilsang, juda ham dahshat narsalar bo'ldi. Kirganimda doimiy bitta jamoa beradi sizlarga, menga esa ham jamoadagi hamma a'zolar 90 dan baland va birinchi o'rinda 95lik Mbappe. Men bunaqa narsalarga chidolmayman. Do'stlar, ruxsatingiz bilan kreativga o'taman bu narsalarni sizga tanishtirish uchun. Aytgancha. Mana bu narsa. Qaranglar. Men Steve'dek ko'rindim, lekin mana bu yerda maxsus skin turibdi. Bu nimasi? Nimasi bu? Bu bolalar odam bo'lmaydi. Men Steve'man, lekin Steve emasman. Ko'rib turganingizdek, bu yerda har xil ish bilan ishlangan odamlar. Bu yerda hech qanday maxfiy xonalar yo'q. Hamma narsa ochiqchasiga. Ana bu yer esa mazza. Bu yerga qanday chiqish kerak desangiz, taran Ender Pearl'ni ana yerga o'tish kerak. Qani o'zim eplay olar ekanmanmi? Qani Jino'rsin, ozgina qoldi. Bu ishni ko'p qilganman. Shuning uchun uddalagandim edim. Lekin hozir anchadan beri mashq qilmayapman. Nima? Men uddaladim. Bu yerda esa musulmonlarning belgisi. Rangini o'zim qilib qo'ydim. Sandiqlar, chiroyligina dekoratsiya. Quyosh hozir o'rtada bo'lganda edi. Nima bo'lardi? Bu sandiqda ichida narsa bor, qolganlarda hech balo yo'q. Ko'rsatishimga hojat yo'q, do'stlar. Xo'sh, endi esa haqiqiy muammo bilan gaplashamiz. Qanaqa muammo? Hozir bilib olasiz. Xo'sh, endi men qulayroq o'tirib olay. Jino'rsin. Xo'sh, qanaqa muammo? Bizdagi muammo shuki, men one blockni, ya'ni Pro one blockni so'nggi qismini chiqara olmadim. Afsusdaman. Bilaman, sizlar one blockni chiqishini xohlayapsiz. Lekin men yana bitta one blockni suratga olganman. Bu sizlardan qarz sifatida-da. Shunday qarz. Sizlardan qarzdor edim. Bu one blockni oxirigacha yetkiza olmadim sababi har holda Wardenni o'ldira olganimdan xursandman shu one blockda. Sizlardan qarzim borligi tufayli endi boshqa one blockni balki anavunga YouTube kanalimga allaqachon yuklab qo'ygandirman. Balki yuklamagandirman. Yuklamagan bo'lsam, hoziroq yuklab qo'yaman. Ko'rasizlar. Yuklagan bo'lsam, bemalol ko'raveringlar.
Bu serverli OneBlock qismli. Men Play Marketdan ilova tashlab olib, ya'ni server, kichikroq server yuklab, shu server orqali OneBlock o'ynadim. Bu OneBlockni e'tibordan chetda qoldirmang. Iltimos. Biz meni tug'ilgan kunimgacha, ya'ni 20-noyabrgacha hech bo'lmaganda 50 ta obunachiga yetaylik. Bu orzuyimni faqatgina sizlar amalga oshira olasizlar. Shuning uchun ham sizlardan iltimos qilaman. Shu videoda 20 ta like va meni kanalimda 35 ta obunachi bo'lgan zahoti yangigina video chiqaraman. Qanaqa video bo'lishi noaniq. Kommentariyada esa qanaqa video xohlayotganingizni yozib qoldiring. Tushunarsan? Qiziq bo'ldi-ku bu yo'q. Balki sizlarga ko'rinmagandir, lekin men hozir telefonda ekranni aylantirib yubordim. Xo'p, mayli. Endi biz nima qilamiz? Nima ham qilardik? Hech nima qilmaymiz. Deganlarga maslahatim, jim o'tirmanglar. Jim o'tirish sog'liqqa zarar. Aytgancha do'stlar, men bu narsani bitta zo'r narsa topib oldim do'stlar. Bu kartada emas. Do'stlar, sizlar tezroq ana shu videoga 20 ta like bilan meni obunachilarim sonini 35 ta qilinglar. Men sizlarga dahshat narsa ko'rsatib beraman. Yengib bo'lmas maxluq. Menimcha, lekin bu maxluq na ucha oladi, na kreativda bo'ladi. Joni ham bor, lekin u atiga qo'li bilan bitta urishda sizni o'ldira oladi. Ana shu maxluqni biz yengmoqchimiz. Buning uchun esa nimalar kerak bo'lishini ham bilmayman. Hattoki bu maxluq haqida bironta ma'lumot yo'q. Bu maxluq menimcha chet bilan kirib qolgan. Shu sababli sizlar endi like'larni bosinglar, obunani bosinglar, iloji bo'lsa qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar va men boshlayman o'sha videoyimni. Ungacha esa nima qilamiz? Ungacha mana bu narsalarning kuch-qudratini sizlarga ko'rsataman. Qaranglar. Hoppa. Mana. Shaq. Qani qaytib kel. Turun. Ko'rdingizmi? Hozir bu narsalarning kuchini survivalda ko'rsatish kerak. Hozir o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Mana. Hoppa. Sehrli nayza. Kimni o'ldirsam ekan? Seni. Bu yoqqa kel. Yaramas. Bunisi esa hech qachon bitta o'qni yo'qotmaydigan kamon. Ya'ni kamon o'qlari bironta mobga tegsa yo'q bo'ladi. Lekin bu kamon o'qi hech qachon yo'q bo'lmaydi. Mana sehrlanishini ko'rib olinglar. Piercing. Qanday kuchligini umuman farqi yo'q. O'tib ketdimi? Mana. Kamon o'qi hamon shu yerda. Endi men bunday qilaman-da. Biroz qiyshiq ketdi, hech qisi yo'q. Hech nima bo'lgani yo'q. Shunday qilamiz. Ana. Ko'rdingizlarmi do'stlar? Bu endi to ana shu arbalet singancha bitta o'q aylanib ketaveradi. Xo'sh, bizga bir ikkita narsalarning keragi yo'q. Ana shu yerlarda qus burchak yaratgan edim men. Qayerda edi? Mana buni ichida. Shu narsasi yomonda. Mana bu narsalar kerak emas. Hozircha kerak emas. Shuni uchun olib qo'yganman. Qus burchagim zo'r joy topganman-da, qus burchagiga. Meni o'qim qani? Ana shu golemni hech qanaqa o'qlarsiz uraman. Endi bu yerga kelsam, golem voy. Mana bu qilich bilan voydod deb urasan.
Mana senga. Tushunursun. Bo'ldi. Seni pachoqlayman. Hali ko'rasan o'zing. Ha. Endi ishimiz ana shu golemni o'ldirish bo'ladi. O'ldi. O'lib qoldi. Tushunursun. Bu qilishni kuchiga dosh bera olmadi. Ha, aytgancha do'stlar. Men shunchalik ko'p narsani sehrlaganimni menimcha o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Video davomida biron marta temirli aslahalar yasamadimmi? Qanaqasiga? Birdaniga temir qilka bilan olmos qatishga o'tib ketganman. Bir ikkita narsalarni kreativdan olish zarar emas. Zato videoni asosiy qismi, videoni debman. Survivaldan asosiy qismi ana undan bo'ladi. Survivaldan bo'ladi. Gapni qaranglar, survivalning asosiy qismi survivaldan. Bunaqasi bo'lmaydi. Nima? Ya. Qanday qilib gazning ko'z yoshlari temir quymasdan yasalishi mumkin? Men bunday haqoratga chidolmayman. Men o'limga mahkumman. Ko'shki bironta aslaham bunga sehrlanmagan bo'lsa-da, tushunursan. Nimaga berishadi? Joyga tegdi. Xullas do'stlar, video yakunlandi. To'xtanglar. Qulayroq joyga o'tirib olaylik. Qani do'stlar, video yakunlandi. Men mana bu Terminator qilichimni ishlatib ko'rsatdim sizlarga. Hali men sizlarga shunaqa qilichlarni ko'rsatgan bo'lardim. Afsuski bu qilich modlari mendan qo'limdan chiqib ketgan. Bir Minecraft'imda qolib ketgan. Men esa uni o'chirib yuborganman. Video yakunlanishidan oldin sizlarga bittagina sehrlanishni ko'rsatay. O'zim uchun. Sizlar uchun emas. Ko'rish tezlikni olamiz. Mana tamom. Endi bunday qilamiz. Qilqani olamiz. Mana bunday ana bo'ldi. Endi menda shuncha sehr bor. Nechinchisi bu? Speed 1 ekan. Aytdim nimaga bu kam. Endi men Terminatorman, aniq Terminatorman. Lekin hech nima qolmadi-ku. Qanaqasiga Terminator bo'lishim mumkin? Boyagi o'qni kutib ketdi. Yaramas golem. Qochish kerak. Ajdarni o'ldirib, qaytib tiriltirib, keyin hamma darajamni zachirovaniyga ishlatib yubordim. Bu nima degan gap? Ajdarni tiriltirgandan keyin uni yutolmadim. Tushunursin, tatevim borligi esimdan tushdi. Ana golem. Sen o'lding. Bu bechora golem meni oldimda. Hech nima emas. Xullas do'stlar, so'nggi PvP yakunlandi va video ham yakunlandi. Sizlar bilan Sardor Minecraft bo'ldi. Ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'ling.